Bosh prokuratura huzuridagi departament tomonidan hududlarda noqonuniy quyma oltin hamda qalbaki dollarlar savdosiga qarshi tezkor tadbirlar olib borilmoqda. Xususan, departamentning Mirobod tuman bo'limi xodimlari Toshkent shahar bojxona boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda tezkor tadbir o'tkazildi. Unda fuqaro 3 bo'lakda jami 133,31 gram oltin quymasini boshqa bir shaxsga 10.600 AQSh dollariga sotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Shuningdek, departamentning Toshkent shahar boshqarmasi ijtimoiy sohada korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi xodimlari, Davlat xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi xodimlari bilan hamkorlikda navbatdagi tezkor tadbir o'tkazildi. Unda fuqaro qalbaki 10.000 AQSh dollarini xaridorga 6.500 AQSh dollariga sotgan vaqtida ushlanib, qalbaki 10.000 AQSh dollari ashyoviy dalil sifatida olib qo'yilgan. Bundan tashqari, departamentning Shayxontohur tuman bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbirda fuqaro boshqa bir shaxsga qalbaki 10.000 AQSh dollari va 20 million so'mni 14 million so'mga sotganligi aniqlanib, qalbaki 10.000 AQSh dollari va 20 million so'm ashyoviy dalil sifatida olib qo'yilgan. Shu bilan birga, bo'lim xodimlari tomonidan yana bir o'tkazilgan tadbirda fuqarolar xaridorga qalbaki 10.000 AQSh dollarini 8 million 400 ming so'mga sotganligi aniqlanib, qalbaki 10.000 AQSh dollari ashyoviy dalil sifatida olib qo'yilgan. Hozirda mazkur holatlar yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.